2024-yilda o'zbek kinosida qator hujjatli, badiiy publitsistik filmlar suratga olindi va ushbu ijodiy jarayon bugunda ham davom etmoqda. Xususan, Tirik tarix loyihasi doirasida ham kinoijodkorlar tinimsiz mehnat qilmoqda. Galdagi lavhamiz o'zbek kino san'ati olamida kuzatilayotgan yangiliklar haqida. Marhamat. Nomidan ma'lumki, o'sha Maxtumqulining hayotiga, ijodiga bag'ishlangan va Maxtumqulini chekkan zahmatlari, qilgan mehnatlari va nima uchun uni Maxtumquli bo'lib dunyo tanigani va dunyo tan olgani va nafaqat bilasizmi, hattoki shu filmni syomka jarayonlarida shunaqa bir yurtdoshlarimizning fikrlariga ham guvoh bo'ldiki, Maxtumquli haqida film olyapsizlarmi? Ha, Maxtumquli haqida. Kim o'ynayapti Maxtumqulini? Turkman aktyori do'stimiz, hamkasbimiz. Nima uchun turkman o'ynaydi Maxtumqulini? Nima uchun o'zimiz kelib o'ynamaydi? Maxtumquli turkman shoiri bo'lgandan keyin turkman o'ynaydi-da. Desak, yo'q, Maxtumquli turkman shoirimi? Biz uni o'zimizni shoir deb yurar ekanmiz degan bir fikrlarni ham eshitdik yurtdoshlarimizdan. Juda ko'pchilik uchun bu yangilik bo'ldi. Va bu filmdagi meni rolim shu mujrim Obid Maxtumquli bu yerga madrasaga kelganda uni kutib olib, bu yerda iliq munosabat qilib, keyin o'sha Maxtumquliga yelkadosh bo'lib, unga har tomonlama yordam bergan bir o'zbek qardoshi bo'ladi Maxtumqulini. O'zbekiston davlati bilan Turkmaniston davlati. Bu yil O'zbekistondan kelgan kinoijodkorlar tomonidan kasting bo'lib o'tdi. Kasting jarayonlarida 4 ta aktyor ishtirok etdik. Ular orasidan meni Maxtumquli roli uchun tayinladilar. Kinoni suratga olish jarayonlari qiziqarli bo'lib o'tdi. Shuni g'urur bilan ayta olamanki, Maxtumquli Firog'iy O'zbekistonda ham juda mashhur shoir ekan. Xuddi shunday biz uchun ham sevimli. Filmni suratga olish ishlari Buxoroda, Xorazmda ham bo'lib o'tdi. O'tgan yilning so'nggi premyerasi Muzaffarxon Erkinovning Maxtumquli filmi bo'ldi. Dekabr oyining so'nggi kunlarida keng jamoatchilikka katta premyera qilingan tarixiy film Tirik tarix loyihasi doirasida suratga olindi. Taqdimotga kino muxlislar, Turkmanistondan kelgan san'atkor va soha mutaxassislari taklif etildi. Bunaqa filmlar ko'p bo'lsin. Tarixiy filmlarga xalqimizning ishtiyoqi, sog'inchi baland. Shuning uchun mana shunaqa tarixiy filmlardan bittasi shu Maxtumquli Firog'iy. Bu turkman aktyorlari bilan O'zbekiston aktyorlari birgalikda ijod qilishdi va Turkmanistonda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Maxtumqulini ijro etgan umuman turkman aktyorlarga katta mukofotlar, xalq artistlari, Maxtumquli Firog'iy ordenlari taqdim etildi. Shu jumladan Muzaffarxon Erkinovni ham mana shunday katta mukofot bilan taqdirlashdi va Turkmanistonda eng yaxshi film nominatsiyasini qo'lga kiritdi. Shu bilan ham ijodkorlarning hammasini tabriklayman. Xalqimiz ichida yuramiz, xalqimizning savollari, fikrlari, orzulari, armonlari borki, ulardan biri tarixiy filmlarni qachon maza qilib ko'ramiz. Hamma dunyoda mana tarixiy filmlar ishlanyapti. Bizda nega ishlamaydi degan savollarga javob beradigan sekin-asta javoblar, filmlar namoyish etilyapti. Ijodiy jamoa bilan o'sha filmni suratga olish albatta oson bo'lmaydi, chunki hammani boshini bir joyga qo'shtirib, avvalo rollar taqsimotida ham Muzaffar akam erinmasdan Turkmanistonga borib kino sinovlarini, ya'ni o'sha video sinovlar, foto sinovlarini o'tkazib, o'sha yerdan haqiqatda Maxtumquliga bir o'xshaydigan aktyor ijodkorni topib keldilar. Keyin Bobo Muslim roliga Anush deymiz, endi biz qisqartirib, o'zlarida ham Anush deyishar ekan, Anadur ismi. Shu ijodkor, aktyor yigitni do'stimizdan turkman xalqiga mansub. Uni topib keldilar. Keyin Davlat Mamad Ozodiy Maxtumqulining otasi rolida bu ham Turkmaniston xalq artisti Chori Berdiyevlarni topib kelib, birgalikda ikki qardosh millat ijodkorlarini boshini bir joyga qo'shib va juda qisqa vaqt ichida, yana bir bor aytaman, qisqa vaqt ichida qilingan katta ish deyapman. Negaki, chunki juda qisqa vaqt ichida qildi. Bu filmni hozir mana ekranda ko'rsanglar, o'zingizlar ham guvoh bo'lasizlar va tomoshabinlarimiz ham shuni guvoh bo'lishadiki, filmda o'sha kostyumdan tortib, grimdan tortib va ijrodan tortib har bittasini ko'rgan odam bu film suratga olingan bu qisqa vaqt ichida bu ishni qilinganiga nazarimda ishonish qiyin bo'ladi. Film O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari tashabbusi asosida yaratilgan.
Ma'lumki, Maxtumquli Firog'iy o'zining teran axloqiy, falsafiy ijodi bilan jahon adabiyotida alohida o'rin egallaydi. Ayni paytda uning betakror g'azallari diltortar qo'shiqlarga aylanib, o'zbek xonadonlariga ham kirib borgan. Avvalambor ushbu filmimiz muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 76-son qarorlariga ko'ra ishga tushgan. Undan tashqari ushbu filmimiz ikkita prezident, ya'ni O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlarining tashabbuslariga ko'ra suratga olindi. Ushbu film o'zbek-turkman do'stligiga bag'ishlanadi, abadiy do'stligiga bag'ishlanadi. Biz mana shu hamkorlikda Turkmaniston bilan birgalikda suratga oldik. Ushbu film ikki davlatli filmi. Maxtumquli Firog'iy, xabaringiz bor, nafaqat turkman shoiri, balki o'zbek shoiri ham, chunki O'zbekistonda uning she'rlaridan, uning g'azallaridan foydalanmagan bironta qo'shiqchi yo'q. Bironta bir xonadon yo'qki, Maxtumquli Firog'iyni bir she'rlaridan, qo'shiqlarini eshitmagan bironta o'zbek topilmaydi. Shuning uchun ham bu bizning ham shoirimiz hisoblanadi. Bu yil mana buyuk turkman shoiri, mutafakkiri Maxtumquli Firog'iyning 300 yilligi tantanalari butun dunyoda keng miqyosda nishonlanmoqda. Biz xursandmiz. Shu filmni aynan muhtaram prezidentimizga va'da berdik, oktyabr oyiga bitkazamiz deb, shu oktyabr oyiga bitkazdik va u yerda Turkmanistonda premyeralar bo'ldi, teleradio kompaniyalarda butun xalq, turkman xalqi ko'rdi va undan tashqari yaqinda bo'lib o'tgan 4-Kurkut ota Turkiy davlatlar kinofestivalida eng oliy o'rinni, eng yaxshi film mukofotini qo'lga kiritdik. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 19-fevralda qabul qilgan buyuk turkman shoiri va mutafakkiri Maxtumquli Firog'iy tavalludining 300 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori asosida O'zbekistonda ham shoir tavalludi keng nishonlandi. Mamlakatimizda ko'plab adabiy tadbirlar, anjumanlar, davra suhbatlari o'tkazildi. Badiiy ko'rgazmalar tashkil etildi. Ikki qardosh xalq kinochilari tomonidan tasvirga olingan Maxtumquli Firog'iy nomli film shoir ijodiy merosini targ'ib etish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Taniqli o'zbek rejissyori Muzaffarxon Erkinov rejissyorligida yaratilgan mazkur badiiy film noyabr oyida Turkmanistonda bo'lib o'tgan turkiy tilli davlatlarning Qo'rqut ota 4-xalqaro kinofestivalida eng yaxshi film deb topilib, oliy mukofotga sazovor bo'ldi. Shu bilan birga kartinaning rejissyori Muzaffarxon Erkinov hamda turkmanistonlik aktyor Ahmet Amandurdiyev Maxtumquli Firog'iy tavalludining 300 yilligiga bag'ishlangan medal bilan taqdirlandi. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovning qarorlariga ko'ra Turkmanistonda Maxtumquli Firog'iy medalini menga, ya'ni film rejissyoriga va bosh rol ijrochisiga berishdi. Borib ushbu mukofot bilan ham misol uchun xursand bo'ldik juda ham. Kim ko'rsa, ya'ni Turkmanistondagilar ko'rsa, xursand bo'lib, meni achomlab, tabriklab, xuddi o'zinikidek, ya'ni o'zini shu millatdoshidek, o'zining yaqinidek ko'rib qolishdi. Men juda xursandman, chunki Maxtumquli Firog'iy turkman xalqi uchun juda ham bir buyuk insonki, ular juda hurmat qilishadi. Har bitta xalqini, har bitta a'zosi ularni o'sha fuqarosi juda yaxshi ko'rib she'rlarini o'qiydi. Ko'chalarda yursangiz, mana shu hattoki maktab o'quvchilari ham Maxtumquli Firog'iyni she'rlaridan o'qishadi. Bundan behad xursandman va ular ushbu filmni olganimdan keyin o'zini aytganimdek qardoshidek, qardoshidek har bittasi tabrikladi. Film bilan juda yoqibdi turkman xalqiga. Dar haqiqat, yangi kartina xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni ulug'lashi bilan birga Maxtumqulidek buyuk shoirning g'oyat murakkab va sinovlarga to'la hayoti, uning iztiroblari, betakror ijodi, metin irodasi haqida hikoya qiladi. Shoirning g'azallari, uning so'zlari bilan kuylanuvchi qo'shiqlar filmning jozibadorligini yanada oshirgan. Bu Maxtumquli Firog'iy badiiy filmida o'sha har bir kasbda, har bir zamonda, har bir millatda uchraydigan o'shaligi qarshi kuch vakili, o'shaligi shoir deb e'lon qilib o'zini ko'rsatadigan, o'zini namoyish qiladigan va Maxtumquliga juda ko'p ozor beradigan, Maxtumquliga o'xshagan haqiqatparvar, xalqparvar shoirlarga qarshi chiqadigan bir obraz ijro etishga harakat qildim. Xudo xolasa uni tomoshabinlar o'zlari ko'rib baho berishadi. Endi biz kasbimiz aktyorlik, qanaqa rolda, qanaqa obrazda agar rejissyor ko'rsa, taklif qilsa, qo'limizdan kelgancha ijro etishga harakat qilamiz.
Filmda rollarni ikki qardosh xalqning Ahmed Amando'rdiyev, Chori Berdiyev, Boyir Xolmirzayev, Lola Roziyeva, Hamza Hasanov, Allaberdi Tashiyev, Rasulxon Qodirxonov kabi aktyorlari ijro etgan.